Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aka-ukalar, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bu zakazimiz Andijon viloyati, o'zimiz Buloqboshi tumaniga o'rnatdik, xudo xolasa Olmazor ko'chasiga. Bu yerda jami ikkita eshik, ikkita rom bor. Xudo xolasa kimga mana bunaqa sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizni yangi bo'lib turganlar, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bugungi sanamiz 18-may, hafta kuniga dushanba, 2026-yil. Mana ishlarimiz holatlari, ochilib yopilishlari. Yopilishiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar endi. Like'larni bosib, xudo xolasa Telegram, WhatsApp orqali musofirda yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol podlisa qilib qo'ysanglar. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda ularga ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Voha tomonlarga ham juda ko'p chiqarib berdik. Dastavka qilib, faqat dastavkasini kelishdik, boshqa qildik. Dastavka qilib chiqarib berdik. Bu ishlarimizga kelsak, bu yerda romimiz 1.35 ga 1.60 razmerga tayyorlangan. Eshigimiz 1.20 ga 2.30 holatda tayyorlangan. Ko'pchilik haligi suvoq bo'lmagan holatda, boshqa holatda aniq qilishadi. Mana tayyor holatda zakaz bersanglar, navrot chiroyli o'rnaydi. Mana bular ham mana devoriga gipsokarton qaltirilgan. Mana zazorlari yopishib turibdi o'rniga. Ko'rishinglar mumkin. Suvoqlarini mana gipsokarton qilsanglar, gipsokarton oldi fasadlarini chiroyli qilib cho'tki qilib bersanglar, xudo xolasa biz ishlarimizdan mana cho'tki o'rnaydi. Mana zazorlari yo'q. Hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Bu eshigimiz ham mana ko'rishinglar mumkin. Mana ochilishi yopilishiga baho berib borasizlar, xudo xolasa. Mana materiallarimiz 100% quruq. Aynaklarimiz germetiklangan, oq gulli aynak qo'yib berganmiz. Eshikka o'rta qismiga promlarimizga oddiy oq обычный qo'yilgan. Ichkari tomonga yorug' tushib tursin degan maqsadda. Kimga mana bunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Yog'ochdan, MDFdan so'raganlarga ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yog'och MDFlar qilaveramiz, xudo xolasa joy-joyiga qo'yib, ustanovka qilib, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Ichkari holatini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Shu ichkari holatini hech ko'rsatmadik. Mana ichkari holat, mana oshxona-moshxonalari ustidan qo'yilgan, oshxona-moshxonalari, mana zazorlari ham unaqa katta qo'yilmagan. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hammanglar sog' salomat bo'lasizlar.